Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinadan ikkita zo'r hovlimiz chiqyapti. Juda ham chiroyli chiqqan, noodatiy qilingan taku ranglari ham. Ikkita yonma-yon 2,5 sotuv nargisi, bunisi 2-3 sotuv. 8 ta xona, podolga tushib chiqadigan zinamiz, 460 kvadrat metr. Kaletka eshigimiz, bu yerda darvozamiz, yozgi oshxona va hovli uchun hojatxonamiz ham bor. Uy ichiga o'tamiz. Uy ichiga kirishimiz bilan katta hol bo'ladi. Bu tomonimizda televizor zonasi. Tak, chap qo'limizda, tak, bu yerda oshxonaga mo'ljallangan, razdvojnoy eshik qo'yib yuborishga mo'ljallangan, tepli pol, radiatorlar hammasi cho'tga qo'yilgan. Tak, birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi. Shu kabinali, yonginasida birinchi qavat uchun spalnyamiz. Aboyli qilingan, lekin nemetskiy, italyanskiy aboyda ishlatilgan polnusti. Bu spalnya, o'zining ichida sanuzuli bilan. Tak, keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda katta zalimiz joylashgan, razmerlari kattagina. Endi ikkinchi qavatga, ikkinchi qavat chiqqanimizda chap qo'ldan boshlaymiz. Bu yerda bitta katta xona. Bu detskiy spalnya qilinadi. Tak, bu yerda kattalar yotoqxonasi, birinchi etajdagidaqa, o'zining ichida sanuzuli ham bor. Shu kabinali mana. Hozir bu mahallada bunaqa uylar analogi yo'q. Narxi juda ham zo'r, xudo xolisa. O'rtada umumiy yuvinish xonasi. Tak, bu yerda yana bitta detskiy spalnyamiz. Yonida 4-xonamiz. Bu balkonli bo'ladi. Endi tepa qavatga chiqamiz. Tepa qavatga ham chiqib oldi. Takoy noodatiy ko'rinishdagi patologlari chap qo'lda birinchi detskiy spalnyamiz. Tak. Kattagina razmerda. O'ng qo'lda ham xuddi shunaqa bitta katta xona bor. O'rtada katta sanuzuli joylashgan. Kattaligiga bitta baho beringlar. Shu kattaga stadion bo'lib yotibdi. Prachniy cho'tga mo'ljallangan ekan, kir mashinaga qo'yishga. Podolga tushamiz. Podolga tushganimizda o'ng qo'l bitta xonamiz bor. Hozir remont ish ketyapti, chala joylari bor. To'rida bo'lsa spa zonamiz. Turetskiy hammom. Bu yerda chiroyli taku basseyni. Kritiy basseyn zo'r qilingan. Bu yerda sanuzulimiz bor. Nariyoq tomonda kotelniyimiz joylashgan, hovlidan tushib chiqadigan eshik ham bor. Xo'p, bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada bo'ldi, 3 sotuv, 2-3 sotuv uzr. Narxi 600 ming. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.